Barchaga assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan restoranlarda qimmatga sotiladigan salat tayyorlashni o'rganamiz. Birinchi bo'lib ishimizni baqlajonlarni videoda ko'rsatilgandek qilib to'g'rab olishdan boshlaymiz. To'g'ralgan baqlajonlar ustiga tuz sepib, ozgina miqdorga olib qo'yamiz. Shirindan shakar cheri pomidorlarimizni to'g'rab, tuz yordamida suvi ajralib chiqqan baqlajonlarni salfetka bilan quritib olamiz hamda yaxshilab kraxmal bilan aralashtirib, qizib turgan yog'da videoda ko'rsatilgandek qilib qovurib olamiz. Baqlajonlarimiz xrustyashi bo'lib qovurilib chiqdi. Ovozini eshitmasanglar bo'lmaydi. Qovurilgan baqlajonlarimizni ustiga kislo-sladkiy sousdan solib, yaxshilab aralashtiramiz. Endi navbat salatimizni yig'ishga. Birinchi navbatda xrustyashi bo'lib chiqqan souslar bilan aralashgan baqlajonlarni idishimizga solib olamiz hamda uni ketidan ham pomidorlarni ustiga chiroyli qilib terib chiqamiz. Pomidorlarimizni ustidan mozzarella pishlog'ini hamda uni ustidan bo'lsa bazilikni chiroyli qilib terib chiqamiz. Mana mazali bo'lgan salatimiz tayyor bo'ldi. Retsept yoqqan bo'lsa like va kommentariy kutaman.